Assalamualaikum hurmatli obunachilar. Yana xudo xolasa bugun fevralning 10'i 9 kuni ishni bitirdik. Hozir mayaka suv taxladik. Aparatlarimiz уже yengil taxlanib turibdi. Mayaka cho'tga suv taxladik. Hamkorlar setga qaqildi. Pishganlar qaqilmadi. İşçilerini gösterib boraman. Atquzda paka duradi. Katelimiz ko'shib ko'pmiz. Xudo xolasa yana 10ni bitirib, chotga deb ularni tozalab bitirdik. Bellarni hali atquzdan chiqaramiz. Mana balandligi 320. Zalning o'zinisi 860, meningisi 510 şimdi. Demoqotlari qoldi paka. Xolasa kim ish xizmatlarimiz kerak bo'lsa, patproyla uring desangiz, uring farq yo'q. Taxlab yutib beramiz. Telefon nomerlarimiz 95 745 13 12 xudo xolasa. Ana mayak qo'yganmiz bitdi. Taxlab xudo xolasa endi bir qator rompol turib shifo qo'yib yo'lladim. Ulardan shifo rompol turilganda, shifo qo'yib yo'llanganda 1 metrlik shifotlarda urladim. Altın bo'lmash uchun, shu uchun yuzi gladka emasdan buni. Ana Bunni kimga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ko'rsangiz mumkin. Bunun beni deyip tutacağım. Ekler olsun, simitler olsun fark yok. Ama olsa çok get taklap beraber. Görüşürüz mümkün. Как положено. Xudo xolasa telefon var telefon nomerlarimizni aytib o'tdik. Like bosaringlar. Xudo xolasa endi so'ldan keyin elektrik ishlariga geldi. Xudo xolasa elektriklar montaj etib, kesib tushiriladi. Masalan, nereden rozetka bo'lsa, hamma o'zini kesib, akkurat etib, keyin yana buni suv atib taxlab beramiz. Xolasa endi aparat desangiz aparatlar, ruchniy desangiz ruchniy farqi yo'q. Uyni patключ olib, patключ topshiramiz. Farqi yo'q. Elektrik santexnik xizmatlari joyining ustini bostirish farqi yo'q. Nov xizmatlar bo'lsa taxlab yutib beramiz. Mamlakatdagi rahmat. Like, podpisk, joylarni yorib qo'yinglar. Danish bilsangiz, toza joy odamlara farqi yo'q. Toza joy oladigan odamlara ma'lumot kerak bo'lsa, mahalla primini baholarni chiqarajak bo'lsangiz ham farqi yo'q, baholarni aytib beramiz. Suvoqlari 50 mingdan 30 mingga bor. Endi u mayak bo'lsa 50 ming so'm mayaka. Patproylar bo'lsa, patproylarlarimiz 45 ming so'm, 40 ming so'm har xil simitlar. Keyin bu yan tarafımda simitlar ko'munda yine eklaylarimiz patproylar, misali 35
30 yurtluktü bakası. Simitli ki mayak 50'den 40 mingga don. Patproylar misalı 40 ming bo'ladi, mayaklı olsa 50 mingdan bo'ladi da. Geliştirilgan holatda. Keyin stashga 5 santisi 35 mingdan, ulanger bastırış 100 mingdan 130 mingga don. Geliştirilgan holatda. Keyin böyle kaş var misalı. Misalı böyle çarxa yükler var misalı. Bir tonla kuyulup ötüp getiriladi olmasa metri 120 mingdan şundan hesaplanadi. Karüşni bakası doğru içinden alıp öyle adam olsa 500 so'mdan bo'ladi, ob'yom ko'proq bo'lsa, sal qatnaladi bo'lsa 600 so'mdan bo'lib bitdi bahası. Stashkani santisi 5000 so'mdan misalı ko'proq, misol 10 sant kuydiradigan bo'lsa 5 mingdan bo'ladi. Bo'lmasa azroq, misol 5 sant olib bo'lsa 35 mingdan bo'ladi. Sant hisoblanmaydi. Misol 5, 8, 7 alishi mumkin. Shu uchun yani baholasi hisoblanmaydi. Kvadrati 35 mingdan bo'ladi. 10 sant kuydiriladi, buni santisi 5 ming bo'ladi. Kvadrati 50 mingdan tushadi. Shifrlarniki bahosi 70 ming, 60 ming, 55 mingdan bo'lib turibdi. Figurasına qarab baholanib ketadi. Endi yerlarimiz zavod ustlari metrajda bo'ladi. Metrini olinadi bu. Keyin nomus bayanam. Elektrik xizmatlari 70 mingdan tochkasi bo'ladi. Santexnik xizmatlari ataplenlarniki tochkasi 300 mingdan bo'ladi. Suvlarniki Rakayuna, Novisu, Ariston, Paristolla bo'lsa tochkasi 100 ming so'mdan bo'ladi. Standing kotel ustanobga 1 million 400 ming so'm. Ustanobga döşiş haddini döşişi kalınlıkına qarab, misol 1,5 bo'lsa 150 ming so'm bo'ladi. 2 bo'lingan bo'lsa o'z santisi eriydi. Betonniki bo'lsa betonni santisi 4 ming so'mdan. Baholarni aytib baravaramiz. Baholasa 24/7 telefon orasi 95 745 13 12. Almaya rahmat.